Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Hozir Beshariqdagi ofis ochilishiga keldik. Mana bizlar Orvar Lafzafam ofis ochibdilar. Mana ishlayman degan odamga hech qachon bahona yo'q. Mana shunday ahvolda ham ishlab shu darajaga kelibdilar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Ersaq kompaniyasiga o'zimni sog'lig'imni tiklash uchun kirib kelganman. Xudo xolasa mana Ersaq kompaniyasini Beshariq filialini ochishga bugun ochilish marosimiga yig'ildik. Hammalaringizni kutib qolamiz. Beshariqqa ham kelinglar. Rahmat, hammalaringga sog' bo'linglar. Beshariqdagi hamkorlarimiz mana shu yerda mana ofis ochganlar. Bemalol kelib, prezentatsiya olib, mahsulotlar to'g'risida informatsiya olsalaring bo'ladi.